Nima uchun ayollar tug'ruqdan keyin o'zini 10 yoshga qarigandek his qiladi? Haqiqatdan ham tug'ruq qarishni tezlashtiradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bola tuqqan ayol to'qimalarida telemorlar kamayadi va ekvivalent ham juda tezlikda. Biologik qarish taxminan 10 yoshni ko'rsatadi. Homiladorlik davrida ayol gormonlari go'yo Amerika tog'lari kabi o'zgaradi. Chayqalgan estrogen va progesteron buyraklarni bosimsiz ishlashda qo'llab-quvvatlaydi va immunitet tizimini to'g'irlaydi. Lekin tug'ruqdan keyin bu gormonlar darajasi birdan tushadi. Go'yo tez yurayotgan mashina birdan to'xtagandek. Inson tanasi bunday keskin o'zgarishni qabul qilishi qiyin. Shuning uchun buqoq bezlari faoliyati izdan chiqadi. Natijada yuzlar parvarishga muhtoj bo'ladi va qomat o'zgarishlari bo'ladi. Bu hali hammasi emas. Eng asosiysi sizni ichingizni go'yo bo'shatishdi. Homilador vaqti kollagen va kalsiyning ko'p qismi bolaga o'tadi. Tug'ruqdan keyin yo'qotilganlar o'rnini to'ldirmasangiz, bu ham katta ta'sir qiladi. Yuzingizda darhol dog'lar va ajinlar paydo bo'ladi. Qarilik alomati yuzingizda sezilarli ko'rinadi. Umumiy holatingizda esa butkul holdan toygan bo'lasiz. Davomini ko'rish uchun videoga like bosing va izohlarda so'rang.